ko'pchilik bizga yozgan yashil pasport bilan ketsa bo'ladimi deb. Mana aka nechinchi yil kelgansiz? 18-yil kelganlar mana yashil pasport bilan. Bilet qo'lingizga oldingizmi aka? Mana biletlarni qo'llariga oldilar aka. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan o'sha Shahar Show ko'rib turganlaringiz. Bugun biz aeroport Domodedovodamiz. Ya'ni aeroport Domodedovoda biz dokumentli passajirlarimiz va aka-ukalarimiz shularni kutib olgan kelganmiz va yana bir passajirimiz bor edilar. Shuni dokumentlari ancha yildan beri yashil pasportdalar. Shuni o'zimiz bilan olib keldik. Hozir registratsiyadan o'tkazib, shuni o'zlari bilan video qilamiz, обязательно. Akamiz o'zlarini borib kvartiralardan olib keldik. Brat qanday? Uyingizga olib keldikmi? Yo'ldagi aylar to'xtatmadimi? Xudo xolasa kirgizdirib, zeleniy koridorgacha kuzatishamiz. O'zimiz olib kirib ichkarigacha hozir registratsiyadan o'tkaramizda va akamizni o'zlari bilan ham video qilib o'tamiz. Обязательно videomizdan uzoqlashmanglar va videomizga обязательно like bosmagansiz bir dona like bosing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni eslaringizdan chiqarmanglar aka-uka opa-singlarimiz va videomizni kengroq tarqatinglar. Bizda dokumentlar aka-uka opa-singlarimiz ko'rsalar, podelisa qilib WhatsApp, Telegram xohlagan joyingizga podelisa qilib tarqatishlaringizni xohlayman va biz aka-ukalarimiz bizda dokument yurgan aka-uka opa-singlarimizga qo'limizdan kelguncha yordam qilib ajdena zaligacha o'tkazib qo'yamiz. Tak, что aka-uka opa-singlarimiz, bizning xizmatlarimiz Domodedovo, Vnukovo, Zhukovskiy aeroportida va ma'lumot uchun va bizda dokumentlar uchun va ma'lumot uchun yana bir bora aviakassa nomerlarimni aytib o'taman. +7 999 914 02 94 ikkinchi raqamimiz +7 996 664 02 94 ikkala raqamimizda ham WhatsApp, Telegram bor. Telefon qilsangiz biz ko'tara olmasak, ajdenaga tushsangiz yo o'chirilgan bo'lsa, siz WhatsAppdan yo Telegramdan yozib qo'ysangiz, biz ko'rib turib обязательно sizga javob berib o'tamiz aka-uka opa-singlarimiz. Обязательно biz telefonimiz o'chirilgan bo'lsa, yo tusha olmasangiz, WhatsAppdan yo Telegramdan yozib qo'ysangiz, sizga ko'rib turib javob berib o'tamiz aka-uka opa-singlarimiz. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, videoni kuzatishga davom etinglar. Biz unda ketdik. Tak aka-ukalarimiz, ko'pchilik bizga yozgan yashil pasport bilan ketsa bo'ladimi deb. Mana aka nechinchi yil kelgansiz? 18-yil kelganlar mana yashil pasport bilan. Bilet qo'lingizga oldingizmi aka? Mana biletlarni qo'llariga oldilar aka. Zeleniy koridorgacha kuzatib qo'yamiz deganmiz va'daga vafo qanday bo'ldi aka? Olib kelamiz, uylardan borib, даже o'zimiz olib keldik. Hammasi dogovor bo'yicha bo'ldi aka, hech qanaqa problem bo'lgani yo'q, to'g'rimi? Zeleniy koridorga yetib keldik. Mana zeleniy koridor, hozir Domodedovo aeroportida kirgizaveramiz akani. Aytilgan dogovordan biron bir boshqa narsa bo'ldimi, problema bo'lgani yo'q. Hammasi chotkimi, ko'ngildagidek davolamiz aka. Xizmatlarimiz qanday? Yoqdimi aka? Gap yo'q akajon. Mana yashil pasport bilan ketib bo'ladimi deydiganlarga, qizil pasportingizni yo'qotgan bo'lsangiz, qo'lingizda yashil pasportingiz bo'lsa, mana zeleniy pasport. Shunaqa pasport bilan ham chiqarib yuboramiz aka-ukalarimiz. Chapqa ushlabman, uzr. Mana shu pasport bilan ham akalar chiqarib yuboramiz, yashil pasport bilan. Hech qanaqa muammo yo'q. Bizda dokumentli akalarimiz, ukalarimiz, opa-singlarimiz bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Domodedovoda, Vnukovoda, Zhukovskiy aeroportida xizmatlarimiz bor. Bizda dokumentni kirgizib qo'yadigan xizmatlarimiz bor. Biz muammo Xudo xolasa ajdena zaligacha, zeleniy koridorgacha kirgizib qo'yamiz. O'zimiz agar o'zingiz taksi bilan kelsangiz, aeroportda kutib olamiz. Agar taksiz yo'q bo'lsa, taksi xizmati bilan borib, olib kelib, to zeleniy koridorgacha kirgizib qo'yamiz. Hech qanaqa muammosiz, Xudo xolasa. Hammasi chotki bo'ldimi aka? Hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q, ha? Obunachilarga nima deysiz? Ishoninglar, bemalol murojaat qilinglar aka, gap yo'q. Gap yo'q aka, sizga ham oq yo'l. Yaxshigina sog' salomatgina yetib boring, oila a'zoyingiz baxtiga yorug' yuz bilan kirib boring. Telefon qildilar, YouTube'da bizda obunachimiz ekanlar. Telefon qildilar, biz borib o'zimiz mashina bilan olib kelib, zeleniy koridorgacha mana kirgizib qo'yamiz deganmiz. Va'daga vafo olib keldik akamizni, Xudo xolasa mana zeleniy koridorga kirgizib yuboramiz. Hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Mana biletlari akamning qo'llarida, hammasi chotki. Hozir uchib ketadilar. Hammasi chotkimi aka? Gap yo'q aka, sizga ham oq yo'l. Hozir akamizni kuzatib boringlar. Обязательно hozir akamiz zeleniy koridordan kirganlarni va nimalarni darsh video qilib qo'yamiz. Samolyot ichiga bitta video qilib tashlab bera olasizmi? Nasib. Samolyot ichiga akam bitta video qilib tashlab bersalar, u yog'ini ham darsh video davomida qo'yamiz aka-ukalar. Обязательно kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va videomizga bir dona like bosing. Like bosgan qo'linglar hamishagidek dard ko'rmasin, dollar ko'rsin hamisha. O'sha dollarlarga ota-onalaringizni hajlarga olib borish nasib qilsin ilohim. Joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Sizlar bilan Shahar Show bo'ldi. Keyingi videolarga ko'rishguncha videoni darsh kuzatib boring. Unda biz ketdik. Tak, passajirimiz shtrix kodni o'zini bosing. Arqaroqqa. To'xtang, lazerga bosing. To'xtang. Aka, oq yo'l, yaxshi yetib boring. Sog' salomatga to'g'ri boravering.
Zеленый koridor. Kirib ketdilar ekanmiz. Zеленый koridor mana kirib yubordik. Tak что aka opa-singillarimiz, bezdagi hurmatli aka opa-singillarimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Qizil pasportlaringizni yo'qotganmisizlar? Yo 2018, 2019-yilga kelganmisizlar? Yashil pasportdamisizlar? Farqi yo'q. Aloqaga chiqsalaringiz o'zimiz kelib, kutib olib aeroportda to ajdana zaligacha kirgizib qo'yamiz. Hech qanaqa muammosiz xudo xolasa inshaalloh. Bundan oldin ham muammo bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi xudo xolasa. Sizlar podдержкада bo'lib tursalaringiz, videomizga like bosib, kommentariya qilib, videomiz podделиться qilib kengroq tarqatsalaringiz akalar, ukalar, opa-singillar, sizlarning podдержкалаringiz bilan biz yanada xizmatlarimizni kuchaytiramiz. Mana faqat kutib olib, kuzatib qo'yish bor edi. Taksi xizmatini ham qo'yishdim, Xudoga shukr. Yanada kuchaytiraman, xudo xolasa. Sizlar podдержка berib tursangiz, motivatsiyalaringiz bilan men yanada xizmatlarni kuchaytiraman. Bezdagi hurmatli aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni, даже uylardan borib olib kelish xizmatlarini xudo xolasa yanada kuchaytirib, boshqa yo'llarni ham qilib, biz muammosiz xudo xolasa uchiradigan qilamiz aka-uka opa-singillarimiz. Так что aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, videomizni обязательно like bosing, like bosmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Videomizni kengroq tarqating, bezdagi hurmatli aka-uka opa-singillarimiz bilan tarqating, kengroq tarqalsin videomiz. Aeroport Внуково, Domodedovo-Zhukovskada sizlarni podдержкалаringiz bilan biz dalshi olg'a boramiz, xudo xolasa inshaalloh. Joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Sizlar bilan Shahar Shog'illar hamishakida videodan uzoqlashmaydi. Kanalimizdan обязательно uzoqlashmaysizlar degan umiddaman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, обязательно obuna bo'lib qo'yinglar aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz. Biz unda ketdik.